İnşallah buna Ali'ye Allah razı olsun. Şu Kırgızistan'dan gelip alıp varıp жазda bakarda kelip ketkenmen. Kelip alıp tanışıp ketken buna emi күз geldi. Uruğun köçötün alıp baratam 40 bin köçöt. Kırgızistan'a Talas oblasına aparıp tigemen. İnşallah kelesi yılları menden de köçöt çıkpalar bu da görürse. Allah'tan kıyınızlar sizlerge Allah berekesin versin. Bizge köçötten Allah berekesin versin. Ellerge жақсы işlerdi kılışka, adal işlerdi kılışka nasip olsun bize. Allah subhanahu taala. Barınızlar olmat. Mana. Ana nima kanalga, Alibek kanaliga pastga nomerlarni qoldiramiz. Murojaat qilaverasizlar. Ishonchli odam. Men o'sha qanchadan beri do'st bo'lib juraman. Men o'zim faqat buni yaxshi tushunavermayman, biroq bu tushungan odamlarga kelib olyapman-da. Shunday. Tushungan odamlar meni olyapman. Assalomu alaykum. Bugun 25 noyabr. Qirg'iziston Talas oblasi Manas rayoni. Qarag'archi ayli. Так. Alibek kavragi ko'chatlar keldi. Bunaki 2 yillik ko'chat dastlabki qilindi. Bunday bor. Bunday bor. 50 ming zakaz qildim, 53 ming dabavkasi menen berib berdi. Keldi. Qirg'iziston Talas oblasi Manas rayoni Qarag'archi aylina. Samolyot geldi. 38 korobka. 38 korobkada geldi. Erteng inşallah tikib boshlaymiz. Tikkanda dag'i video qilib beraman. Assalomu alaykum. Bugun 26 noyabr. Yerni tayyorlab atamiz. Bundan tekisde bir yer aydab, ikinchi yo'li aydagan kesdi. 10 bo'ldi. İnşallah. Qirg'iziston Talas oblasi Manas rayoni Qarag'archi ayli. Alibek kavrakni sizlarga o'tkaziz inşallah. Ana yer tayyorlasi. Dorilar hamma yo'g'i berildi. Barcha dorilar berildi. 26 noyabr Alibek kavrak Egiz jarayoni Qirg'iziston Talas oblasi Manas rayoni Qarag'archi ayli. Ballar yordam bergan ballar. Traktor saka. Kavrak ko'chati ekish.